Assalomu alaykum ko'pchilik. Javoda asosi yurish darsimizga xush kelibsiz. Bu bizning 5-chi qismli darsimiz. Bu qism darsimizda biz almashtirish bayoni o'rganamiz. Ya'ni buni inglizchada switch statement deydi. Bu if statement bilan shuning davomi, ya'ni tangdash qiymatlarningki barobarligini sinaydi. Hamda almashtirish bayoni degani switch statement. Switch deganimiz almashtirish degan gap. O'xshash qiymatlik o'zgarish miqdorlarini qanda almashtirib shuning barobarlik qiymat berdi demoqchi. Hamda buningga misal alsak, şu baraberlikni bir case deymiz. Case. Masalan, natija bor. A, B, C, D deb 4 xil natija beriladi odatda. Masalan, shuni grade natijani bir qiymat desak, char qiymat. Mushu har bir qiymati qanda A, B, C, D degan tangdash hammasi harf. Shunaqa? Harf. Mush har bir harfni qanda case deydi. Case deydi. Ondan keyin agar shuni qanoatlantirsa, bergan qanoatlantirsa, nim bo'ldi? Masalan, A bo'lsa excellent, ondan keyin break bo'ladi. Bu break degan buzmoq degan gap. Ya'ni oxirini chiqarmaydi demoqchi. Mishadlar buzildi demoqchi. Agar B bo'lsa ma chiqadi, uni oxiriga o'tmaydi demoqchi. Shuni bilan kod bo'lak buziladi demoqchi. Eng oxirida default deydi. Default degani endi mushularni o'ziga olmaganda demoqchi. Xuddi if else degandek, else dek tushunsan bo'ldi. Ya'ni buningdan boshqasi qanda A'dan dig'ichdan kirg'iz, uningdan sirtqa kirgizsan, ya'ni default bo'lib qolganda mahiyatni chiqardi demoqchi. Men unda asma Eclipse'ni chip amli misol keltiray. Bir package ochay buningdan. O'ninchi kuni üstüç ketdi, chunki men birdan keyin tizilibman. Hech qisi yo'q. Class'ın birini qurib, biz switch statement. Buningga masalan numur hisoblash dey, hisoblash. Main method asosli metodni qurib olsam, bu mismolmaydi, avval cho'qim main public static void main metodni qurib olamiz. Masalan bir numur bor deydi. Nech numur imtihonda nech numur olganligi. Numur. Masalan 70 deb qo'yay. Keyin o'zgartirsak bo'ldi mana. Ya buni scanner qilsak bo'ldi. Yani sayılı güç. Aldığınız ders öğrengen o sayılı güçünü. Mesela bir neçe ağırlıqını hem de başkalardan sorab, şunun asasen dep birdiğen. Mesela imtihandan neçe numur aldınız? Aldınız mı buldu? Aldınız şunaqa. O ne? Numur deb saqlay. Integer ne bo'ldi? Scanner next int shunaqa. Hamda bu yerda switch statement ishlatamiz. If statement asaqim bo'ldi. Lekin bu numur o'xshash bo'lg'achqa bu yerda switch asaqim bo'ldi. Buningga switch deydi, almashtirish degan gap. Nimani almashtiramiz? Numurni. Numur 50, 60, 70 olsun emas, emlet tangdash bo'lak asholar. Faqat qiymatlar o'xshamaydi, ammo tangdash barobar emas, numur demakchi. Numur her bir nimsini nima deymiz? Case deydi. Masalan 60 olsa 60 olsa nima bo'ldi? Aran ötüpsiz tirishing 60 kirgizga shuni qilganda ma tugaydi. Ma bo'lak tugaydi, boshqa kod ijro olmaydi. Ammo 60 dan eshib qolsa-chi? Masalan, 60
70 bo'lib qolsa, 70 neymiz? Yılanның quyruqi bo'libsiz deyli. 5 olmay, o'ttir olmay, oxiri demoqchi endi. Yılanның quyruqi bo'libsiz. Nimda kirgizsak bo'ldi, men faqat misol uchun ham kirgizib qo'ydim uni. Anandagi yana 80 bo'lib qolsa, yılanның qo'rsqi. Yılanның o'tiri yoki shunaqa. Qo'rsqi bo'libsiz. 80 xil yomon emas qo'yamda. 90 bo'lib qolsa-chi? Yılanның 5'i. Yaraysiz. Amiyaga men breakni unutib qolibman. Cho'qim breakni yozsizlar. Break degan har bir mush bo'lak tugide degan gap. Ijro qanoatlanadi, shuni bilan boshqasiga o'tmaydi demoqchi. Hamda 100 bo'lib qolsa-chi? Yüz bo'lib qolsa, qaltis. Cho'qim naqa belgisini ichida qo'shni naqa belgisini. Qaltis. Hamda uningdan boshqasini kirgizib qolsa, xuddilik else deb qo'yamiz qo'y if statement'i. Shunqanda default. Default altida default deb kirgizib, uning nima deymiz? Faqat 60, 70, 80, 90, 100 numurla kirgizasiz. Men asan uchun 60, 70, 80 ni tanlab qo'ydim. Ham buni mang'uzsaq, necha numar oldingiz deydi ғой, imtihonda necha numar oldingiz masalan 60 bo'lib qolsa-chi, aran o'tibsiz, tirishing deydi. 80 bo'lib qolsa-chi, yılanның qo'rsqi bo'libsiz demoqchi. Endi mana bu default ni mang'uz uchun qanday qilaman? Masalan 40 deb yozib qo'ysam-chi, faqat 60, 70, 80, 90 numaraga kirgiza olasiz demoqchi. Switch statement mana mushu. Buningga yana masalan harf sallama emas, intlam emas, nim kirgizsanglar, bular masalan bir string kirgizib beray. Pencil deymish, pencil bek osongo. Masalan pencil yoz dey. Switch almashtirma şey pencil ne demekçi? Qimmati teng bo'lgandan keyin agar case qana bahar bo'lsa, ama mana bahar bo'lsa nima? Hozir bahar fasli dey. Anotki keyin kod qana uzildi. Agar shu fasl yoz bo'lsa, hozir yoz fasli dey. Agar shu kuz bo'lib qolsa, hozir kuz fasli deydi.
Shuna o'xshash, ama break dan qolibdi-mi? Break qish bo'lib qolsa-chi? Hozir qish fasli break. Endi uni boshqa fasl kirgizib qolsa, boshqa faslmi bormi endi? Boshqa, masalan, 5-fasl degandek bir kitoblar bor. Sen boshqa fasl kirgizib qolsa-chi? Yoki boshqa xat kirgizib qolsan, shu fasldan boshqa. Nima deymiz unga? Bir yilda faqat 4 fasl bor. Askarchirib qo'yamiz. Shuning bilan hozir yoz fasli, chunki men yozg'o'man bu. Agar men kuz deb qo'ysam-chi? Hozir kuz fasli deb olmishdi demoqchi. Mana shu almashtirish bayoniyaki switch statement. Ko'proq mashq qilinglar. Bu darsimiz mushakcha tushunmagan nuqta bo'lsa, aslo ingliz shaklida yozsangiz bo'ladi. Rahmat.